Bu pishgan banan, bu xom banan. Nima farqi bor deb o'ylaysizlar? Ayniqsa ozuvchilar uchun bu pishgan banan kletchatkaga boy va undan tashqari shakarga ham boy ekan. Pishib ketishi bilan keskin qand miqdorini ko'taradigan glikemik indeksi balandroq ekan. Ko'pchilik buni bilmaydi. Ozuvchilarga bitta maslahatim: faqatgina trenirovkadan oldin bu pishib ketgan bananni yesanglar, kuchga boy bo'lasizlar va trenirovkani oxirigacha bajara olasizlar. Bu pishmagan ko'k banan. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Bilasizlarmi? Pishib ketgan bananga nisbatan ko'k pishmagan bananni glikemik indeksi, ya'ni qondagi glyukoza miqdorini keskin ko'tarmas ekan. Juda ham kraxmalga boy ekan va ichida shakari juda ham kam ekan. Shuning uchun ozuvchilarga menyu tuzganimda ko'k banan iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Bu ma'lumotni ko'pchilik bilmaydi. Bu ma'lumotni ozuvchilar uchun tashab qo'yinglar. Xulosa qilib aytganda, ozmoqchi bo'lganlarga faqat ko'k banan iste'mol qilishi tavsiya qilgan bo'lardim.